Assalomu alaykum rahmatulloh barakatuh. Ko'rib turganlar Nahno kanali men sizlar bilan Hojimurod Muhammadjon. Azizlar, bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi Karavan korxonasi sexiga keldik. Ko'rib turibsizlar, oldimizda juda ajoyib ko'p mahsulotlar bor. Videoda xudo xolis shularni hammasini abzor qilib beraman. Xohlasizlar optim narxlarda, xohlasizlar dona narxlarda sotib olsalar ham bo'laveradi. Ko'p olmoqchi bo'lsalar, masalan, ishxonalar, bog'chalar hammasiga optim narxda, arzon narxlarda ishlashadi. Keyin ko'pchilikda qiziq savol bo'lyapti, bozorga kelishgandan keyin balki qanday boramiz, qanday tavsiya bo'ladi mana shu sexlarini deyishyapti. Shuning uchun hozir tashqariga chiqaman-da, sizlarga orientirni tushuntirib kelaman. Bozordan boshlab shu yergacha kelishda sizlarga bitta ko'rsataman. Unda bozor tarafga ketdim. Aziz obunachilar, mana ko'pchilik so'rashadi, karavan korxonasini qanday borsak bo'ladi. Hozir shu videoda sizlarga abzor qilib beraman. Biz hozir Bo'ydadan kelish yo'lida turibmiz. Bu tarafimiz Bo'ydadan kelish yo'li. Bu tarafimiz Yangi bozorga ketish yo'li. Shu chorrahadan orqamizga qarab yuramiz. Bu tarafimiz Optim, Mumtoz bozor, bog'cha, bu tarafimiz Stoyanka. Hozir yana yurishda davom etamiz. Shulardan o'tganimizdan keyin to'g'ri karavan do'koni keladi. Qani ketdik. Aziz obunachilar, mana karavan korxonasini yo'lini tushuntirdim sizlarga. Juda yaqin, 300 metrcha chiqadi. Kelganlaringni bitta optim narxlarda pokrivallar, pastellar, yozgi qo'ma pokrival, pastel hammasini optim narxda olaverasizlar. Bu taraflarimizda ham juda mahsulotimiz ko'p. Mana chiroyli naborlarda sizlarga dastavka qilib beramiz. Mana bu tarafga sizlarga chiroyli qilib kelincha pokrivallarimiz qo'yganmiz, mana adyollarimiz hammasi bor. Bemalol shu ekran past qismida telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsalar, bozordan mana shu video orqali kelsalar ham bo'ladi. Osonroq lokatsiya ham tashlab berishaveradi. Lokatsiya orqali ham kelsalar bo'laveradi. Hammalarga kattakon rahmat.